Ona, ana darmayt kiymanchi uchrashuvga. Ona agar o'tib qolgan qiz bo'lsa, sirrazi ketaman. Onam aytgan go'zal qizsizmi? Ha, u ish qilmayaptimi? Yo'q, onam ham ozgina allaydigan bo'ptilar-da. Momcha kichkinasiz, nechinchi yilsiz? 2007mi? 2007? Hozir 1 minut. Mana bu sizga, ana chupa-chupsiz, ana sosga, ana sutiz vaqtiga iching. Men buni nima qilaman? 2007 bo'lsangiz, bog'cha opangizga salom ayting. To'xtang, siz nechinchi yilsiz? 2000? To'xtang. Mana sizga. Endi mening vaqtim o'chirib ketsin. Endi beo'xslardan do qani otaxon? Biz 2000-yilda shunchalik qarib ketdikmi? Hey, kuchukdek orqamdan yuravermay, tur yo'qol. Masan ketingdan yurganmi yo'q, singlim maktab etib qo'yishga qo'yib nima qilaman? Men 11-chini bitirib bo'lgan-ku. Boringlar xayrdor. Akang tupoyda shu. Nima? Yo, yaxshilar-ku. Pakani menga target qilma. Bu da'vat yaxshimisa, shunday kirib men qizimga gilos terish bor, iltimos. O'zi ishing yo'qmi-da? Yo'q, zarur ishim yo'q. Dada, dorini 1 soatlarga olib borsam bo'ladimi? Ozgina ishim chiqib qoldi. Eski kiyimlarni kiyib chiq. Yo'q, eng eski kiyimim shu mana. Bosinglar unda. Onam bilsalar gazing berarlar. Pashol bedam. O'yli. Kimga armon kim uchun muhabbat o'yin ekan, bu yetingning ko'ngling bo'lmasa qiyin ekan. Pishirib yeymanmi buning? Gilos ter. Ha, chimang chiqdimi? Bu pishmagan-ku. Chopish qilgan kez o'tiladi tashi. Tashing mana. Some love them, woman I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, woman I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, woman I'ma jump. Dadang uydami? Ona. Rosa mehnat kesh ekan-a? Bir tiyin. To'ygacha shunday. To'ydan keyin o'zini uyida ham qilmaydi. Mana. Xo'la, o'zimizni uyda ham tozalatib beringlar. Aka, o'qishga ketaman, pul bering. Nima uchun sizga pul berishim kerak? Boroni dadamlar bilan onamlardan so'ra. Men sizdan akam deganman. Otalar so'zi, ishonmini. Ma. Rahmat aka. Marojnim tashab ket. Aka, pul bering. Mazanga pul zavutim bor, pul so'raysan. Dadam bilan onamlardan so'ra. Ayni sizniki tabarrukda. Ushla, faqat yema. Marojni qani? Shirin ekan-da akajon. Aka, pul bering. Masal milliy bankingmanmi? Nima uchun mendan nima uchun so'raysan? 2 kundan keyin to'yim, ketaman, qaytib pul so'ramayman sizdan. Sani yerga berib quturmasa ekanda odam. Bo'pti, ushla. Marojni ber. Aka, bilasizku, men koko marojnilarni yaxshi ko'raman. Aka, jiyanizni pampers bilan kashansiga pul bering. Bu stingil zotini yerga berib quturib bo'lmas ekanda. Hey, kuchukdek orqamdan yuravermay, tur yo'qol. Masan ketingdan yurganmi yo'q, singlim maktab etib qo'yishga qo'yib nima qilaman? Men 11-chini bitirib bo'lgan-ku. Boringlar xayrdor. Akang tupoyda shu. Nima? Yo, yaxshilar-ku. Pakani menga target qilma. Bu da'vat yaxshimisa, shunday kirib men qizimga gilos terish bor, iltimos. O'zi ishing yo'qmi-da? Yo'q, zarur ishim yo'q. Dada, dorini 1 soatlarga olib borsam bo'ladimi? Ozgina ishim chiqib qoldi. Eski kiyimlarni kiyib chiq. Yo'q, eng eski kiyimim shu mana. Bosinglar unda. Onam bilsalar gazing berarlar. Pashol bedam. O'yli. Kimga armon kim uchun muhabbat o'yin ekan, bu yetingning ko'ngling bo'lmasa qiyin ekan. Pishirib yeymanmi buning? Gilos ter. Ha, chimang chiqdimi? Bu pishmagan-ku. Chopish qilgan kez o'tiladi tashi. Tashing mana. Some love them, woman I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, woman I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, woman I'ma jump. Dadang uydami? Ona. Rosa mehnat kesh ekan-a? Bir tiyin. To'ygacha shunday. To'ydan keyin o'zini uyida ham qilmaydi. Mana. Xo'la, o'zimizni uyda ham tozalatib beringlar.
Ha, pochchamiz uliga. Nima gap, opa? 5000 kerak bo'lib qoldi. Mayda yo'q, may 50 ming. Ko'ki deydi. Ha? Bechora pochchani qayerdan olsa, mashinasi buzilib qoldi. Yo'q, bular mashina yuradi, bechora. Biz peshko merimiz shedire, ma. Opa, hashar bo'l debsan, nima ish qilish kerak? Ukam qara, mana bu devorni polni buzib bayroq qilib ko'tarish kerak. Undan tashqari mana bu polni travetrin qilib, pastini 60 talik sokul qilish kerak. Tom yopish kerak, oyna qo'yish kerak. Bo'ldi? Shu hashar deyiladimi? Ha? Ma. Mana opa, uchastka tayyor. Davay. Rahmat ukam. Opangizga pochka kerak. Nechi pochka kerak? Yo'q, buyrak. Oling. Rozi bo'l bergan pullaringga. Ukani puli, apani puli, apani puli, o'zini puli. Adashdim ukam. Apani puli, erini puli. O'zing tinchmi, opa? Ha, tinch, shu ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. Ha, bor. Kredit yechib ketibdi-da, opa. Sefdanmi? Uyga mebel kelyotdi. Hatto shuni ko'tarib tepagacha olib chiqishvar. Tamam. Uydagilarni ko'rishga boramiz bugun. Apa belim og'riyapti, nimagadir bu shuni ko'tara olmayapman bu ha? Hech bo'lmasa uygacha tashab qo'y. Ha, bo'ldi, tamam. Oboraydim, benzin yo'qda. O'zi shu ukala to'ygacha opasiga jonini berar ekan. To'ydan keyin faqat xotiniga berar ekan. Avtobusda yetib olaman. Mutu. Ona quyonni qarang shirinligini. Mas shirin, uni qovurib yesang shirin bo'ladi. Kayfiyati yo'q. Zerikayapman. Shunday yuragim siqilib ketyapti-da, nimagadir. Men siz kayfiyatingizni ko'taraymi? Hozir. Onajon, sizga gul olib keldim mana. Bir tupoysan-da bolam. 50 dan oshdim. Menga na gulingni qizig'i bor, na boshqayni qizig'i bor. Onajon, mana siz yaxshi ko'radigan ko'ylak deb olib keldim. Sen kallang ishlamaydimi? Bir g'alati qilyapsan o'g'lim. Meni yoshimda shu ko'ylaklarga nima qizig'i bor? Bilmadim. Ona sizga koko morojnisidan olib keldim. Issiqqa zo'r ketar, lekin buning yaxshi. Ona cho'tkida bu o'zi yoshlikni eslatuvchi tam. Qani? Qaysi birini beray? Oqinimi, shokoladligimi? Ikkovini ham ber. Yaxshiga o'xshayapti. Sizni yana ham xursand qilaymi? Nima yangilik? Pensiyangiz chiqdi. Voy, rostdanmi? Kredit yechib ketibdi-da. Endi morojniy yemasam bo'lmadi. Yuragim kuyib ketdi. Krediting omon bo'lsin-da. Somsani kuydirib qo'ydim. Bu ham qo'raning o'xshaydigan parhezli somsadir balki. Vatan qilib. To'g'ri qil deb aytolmaysanmi shuni? To'g'ri qilsang bo'lmaydimi shuni? Ha, johil kuyov, qizimni qo'lda ishlatgan yetmaganda yana qo'ylayapsizmi? Yo'q, kelishib olinglar. Men johilmanmi, xotin qulimanmi? Onajon, sizga tilla. Ye, meni o'g'lim tillada ko'rdingizmi xudo? Tug'ilgan payt tilla voy qo'yamiz deganmiz. Lekin otasi turib olgan Temirjon qo'yamiz deb. Mayli, nima bo'lsa ham ko'rdingizmi xudo? Ye, nima u? Kelinizga 5000 ga bitta alyuminchalik olgandim-da. Hey, bu temir emas, zanglagan tunuka. 30 yillik onangni 4 kunlik kelinga almashtirdingmi, ha? Xudo, o'g'li jimotku. Sizdan so'rag'siz qizimga bitta cho'pa cho'psam ham bera olmaydi. Latta. To'xtang, kelishavlaylik-da. Men lattamanmi, jimotmanmi? Yo, odam uylangandan keyin ikki xil ko'rinadimi? Men yuzing birini artib ol. Shuni kelin aytdi. Ha? Hammani olti romantika qilamiz deb. Onangni dovulasi oshib bo'lsin dedi, ha? Ha, ko'rib qo'y, qanday qizingni do'qisini olyapman deganingizda bu, ha? Bo'ldi. Sabrim kosasi emas, o'zi tog'orasi to'ldi. Ha, xotiningni eplolmay endi shu yo'lga o'tdingmi? Boshqa yo'l qoldirmabsiz-ku. Qizimni shuncha qiynaganingiz yetmaganda yana beva qoldirmoqchimisiz-ye? Haq azoblardan qiynaldi jonim. Ha, qo'shni o'g'limga 300 mingga rubashka olib berdim. Maktabda bitta bo'lib yuradi. Mana 400 mingni oldi. Shunday zo'r futbolka ol. Uni futbolkasi seni futbolkangni oldida pollatdiga o'xshasin. Quyosh qaysi tomondan chiqdi ona? Katta xolangnikidan chiqdi. Indamay olavermaysanmi? Onajon, ko'ylakni kichigini oldim. Qo'shni o'tirmang. Ha, yonayotgan bo'lsa endi skameykam yonib ketmasin deyman-da. Yo'q, qo'shnijon, meniki yonmaydi. Men o'g'limga 13 Pro Max olib berdim bu modelidan. Tur, hozir uydagi bor pulni oldi, borib iPhone 15 olasan. Pulini buvimdan olamanmi? Kerak emas buvi. Bizga yarashmaydi bu dedim. Bitta krossovka olishim kerak-da men. Mana. Bitta zo'r yili bor. Ona tapchikam uzilib ketibdi. Shuni o'rniga bitta yangi krossovka olsak-chi? Bo'la qo'ravamga yetgananga boram. Ha, ketyapti ona bola. Men qayerga ketayotgan, men bilaman. Mana krossovka olib beribdi o'g'liga. Tur o'rningdan. Biz ham boramiz.
Hey, skitkalarni qara o'g'lim. Ona yana nima narsalarga skidka bo'libdi? Bitta ko'raylik. Keyingi safar yana narsa kerak bo'lsa xuddi shu taktikani qilamiz. Apa patinkani oling. Oy, meniki 24 ga 7 tayyor. Finkacham qalay? Siz ana shunday chiroyli futbolkalar yuravering, biz ana shunday qopchalar yuraveramiz, churindilar. Bo'la, otalar so'zi. Ana shunga yangi olgan, tushundingmi o'zingga? O'zim Bayzoq akam zerlada. O'zing o'ylikka sama, To'g'ringdan Siz mazza qilib napitka energetik suvlarni ichivering. Men loyqa suv bo'lsam, ustiga solib bo'lsam ichiveraman. Ma ich ana shundan ich. Ha, bechora badbaxtgina ya. Siz go'shini yuvering, biz suyagini yuysaga mazza qilamiz. Sen bechora yomon och qolibsan-da. To'g'ri yo'qol, xanadelikda bor olib kelib ye. Berga nimaga keldik? Balonga. Aka bizga cho'p kibda balon bilan diska qilib bering. Manzillari Shimalizoq aka Said aka do'konida xohlagan turdagi diska balonlar mavjud. Neobishniy fasolda bizning do'konda. Agar bu do'kondagi diskalarga ko'nglingiz to'lmasa, zakazga ham olib kelib beramiz orqali. Sherdagi zo'r ekan o'zi. Agar senga qichiq saka kerak bo'ladigan bo'lsa, Said sakadan olasan. Birinchi mojini olaylik, keyin saka olamizda. Bu ham to'g'ri. Telefon nimaga o'chirdingiz? O'zan ham telefon qiladi, yana boshda o'rtadi. Aka, seni silon qilyapti. Telefonni o'chirmagandingmi? Ha, Mashinangizga balon olmadingizmi? kechikding. Men olib bo'ldim. Qayrasiz? Mana jahontilar ro'barasida joylashgan Said sakadan oldim. Balonlari ham, sakalari ham dahshat. Biz ham yo'q yalangan yuraveramiz, yalangan yo'qlar. Ketdik. Qayerga? Oyoq kiyimga. Ha, katkunam yaxshi ko'rib qopsizmi? Nima ishing bor? Aralashmagin. Ona, amrimga muntazirmisiz? Nima xohlayapsan? Aka $100 kerak-da. Ma, $100 ma. Qayoqqa o'qishingami? Ha, meni ishim bor, ketamanmi? Ona. Davay ketdik, haydang. Aka, mana bu qo'shin qilaylik. Soat 11gami kechqurun? Menga farqi yo'q. Kafe yopilgan. Kerak bo'lsa oshpazlarni olib keling. Ashur berdim. Ona. Lavashga ketdik. Men sepimga ko'ylak bilan oyoq kiyim olib chet eldan. Men seni bitta kiyim uchun Xitoyga bormasam kerak endi. Sen borishing shart emas. Katta xolang olib keladimi bo'lmasa? Xon kargoni o'zi ketirib beradi. Ishonch bormi, yo'qmi uningga? Siz ishonchli hamyon bor, tezkor. Gap yo'q. Xon kargo dedingmi? Sizga ham Xitoydan nesa kerak bo'lsa, Xon kargo orqali buyurtma bering. Aka, dugonamga sovchilikka boribdilarmi? Endi bo'limi tamommi? Pishding, tamom. Hech bo'lmasa 5000 bering.